Mana 2026-yilni ham boshlab oldik. 2026-yil sizga xuddi mana shu katta balon kabi mo'l-ko'l hosil olib kelsa, sizga bitta narsani aytib qo'yadi. Mana shu katta va ingichka balon 2026-yil trendga chiqadi. Nimaga deysizmi? Buni bilishdan avval obuna bo'lish tugmasini bosing, like bosing. Aka, o'z fikrlaringizni, izohlarni bildiring. Sababiki arzimagan mehnatimizni yuqori baholagan bo'lasiz. Shuni bilmoqchimisiz? Videoni oxirigacha ko'ring. Ketdik. Bu katta ingichka balonli traktorimiz O'zbekiston sharoiti uchun Lowell zavodi tomonidan maxsus eksklyuziv qilib ishlab chiqarilgan. Nimaga deysizmi? Sababiki aynan mana shu ingichka va katta balonlar orqali siz o'ylantirib turgan 76 lik qator orasini yechasiz. Bu traktorimiz Lowell 1104 paxta kultivatori arasiga ishlash uchun chiqarilgan maxsus traktorimiz. Bu traktorimiz O'zbekiston bo'ylab tengi va o'xshashi yo'q. Nimaga deysizmi? Chunki mana bunaqa ingichka balonlar bilan siz 60 lik, 76 lik, 90 lik qator orasiga bemalol osongina tushirib ishlarni qila olasiz. Faqat kultivatsiyami desangiz, yo'q, kultivatsiya emas. Yer tekislash, chizil, barana, pretsep, xullas qalam boshqa ishlarni ham qilishyapti mijozlar. Yilni boshidan 2 dona olib ketishdi. Sirazi boshlandi. Siz ham ulgurib qoling. Meni mashinamda yo'q, sidinasi meni biqinimdan bunda qisib olyapti, mazza-ku. Salon qismiga keldik. Salon qismida ko'rib turganingizdek juda oddiy qilib ishlangan. Hamma narsa tushunarli uchun, orqada gidro silindrlarga ulash uchun rangini alohida qo'yibdi. 3 para, 6 ta dona. Undan tashqari bu yerda alohida 3 ta paket bor. Tez, o'rta va sekin. Har bitta paketni 4 tadan skorosti bor. Undan tashqari reverse deymiz, ya'ni bu skorostlarni urib qo'ygandan keyin burilish imkoniyati umuman yo'qligida mana uni o'zini bosib orqaga yurib, xuddi shu skorostda orqaga yuradi. Oddiygina ham ishlangan. Ruchnoy gaz, vomda 540 ming оборотga belgilaysiz. Oldini qo'shib o'chirish, ruchnoy tormoz. Bu yerda esa vomni qo'shish, ya'ni bu yerda belgilaysiz, bu yerda qo'shasiz. Undan tashqari silindrni bosadigan neytral va ko'tarish funksiyasi bu yerda bor. Oddiygina ishlangan, magnitofon bor, konditsioner bor. Ishlash uchun hamma udobstvo bor. Hatto o'rindig'i ham yumshoqqina. Yana sizga nima kerak? Traktorimiz Vichay Digital 4 portion 116 kuchi. Undan tashqari turbo kompressor bilan jihozlangan. Turbo kompressorga qo'shimcha sifatida intercooler ham qo'yilgan. Bu yerda odatdagidek o'zini sovutish uchun alohida radiator, intercooler, konditsionerdagi va gidro sistema, gidro insholarida ham sovutish uchun alohida radiatorga ega. Traktorimizning orqa qismi eng qiziqarli joyi shu yerda. Sababi birinchidan tashqi bartovoy ham ichki bartovoy. Lowell zavodi hamma joydan oladi emas, o'zi asosan ishlab chiqaradi. Masalan, yuragi orqa mosni o'zi ishlab chiqargan. Undan tashqari traktorimiz klavishidan tashqari bosadigan funksiyaga ham ega. Asosiysi zadniy mos korobka moya alohida bachok va gidravlika uchun esa alohida bachok qo'yilgan. Eng qiziq joyini, pasini, bir balandligini bir ko'ring siz. Bu traktorimiz yangi yil aksiyasiga tushib, narxi 465 milliondan 435 million so'mga tushdi. Shu narxda davom etyapti. Yildi boshida akalarimiz sotib olishni boshlashdi. Sizchi? Aka, eslab qoling. Bu traktor sizni o'ylantirib kelayotgan 76 lik degan savolingizni bittada yopadi. Shuning uchun bu yilgi bu traktorimiz trendga aniq chiqadi. Eslab qoling. 100% to'layman. To'lashga imkoniyatim kamroq desangiz, 90-100 million so'm bilan lizingga chiqarsak bo'ladi. 50% ni to'layman deysizmi? Aka, rastrachka variantini ham ko'rib chiqamiz. Asosiysi keling, pastda raqamlarimiz yozilgan. Telefon qiling.
Aka, videoni shu yergacha ko'rdingiz. Like bosishni, obuna bo'lishni unutmang. O'z fikrlaringizni kommentariyada kutamiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Aytmoqchi, telefon qilish esdan chiqmasin. Assalomu alaykum, kanalimizga gruppamiz kuzatuvchilari. Mana SNNS Vodiy filialidan 2026-yildagi 76 qator orasiga tushish texnikamizning ikkinchi xaridori Bahodir akamiz bo'ldilar. Bahodir akamiz shu SNNS Vodiy filiali faoliyatidan boshlangandan beri xaridorimiz. Bu kamida bir 10-texnikalar bo'lsa kerak. Hozir butun vodiy bo'ylab 76 sxemaga ekilayotgan paxtalar uchun hozir mana bu texnikamizni xarid qildilar. O'zlaridan mana qolgan xaridorlarga va olamiz deb turganlarga o'zlarining fikrlarini bildirishadi. Andijon viloyati Bo'ston tumanidan Bo'zipa yo'li fermer xo'jaligimizga SN Invest Vodiy filialidan shu Lowell 110 kuchli 76 sxemaga qator orasiga ishlaydigan texnikasini xarid qildik. Shu kungacha agregat texnikalardan bo'lib 20 dan oshiq ko'p agregatlar va texnikalarni oldik. Bir e'tirozimiz yo'q. Chiroyli ishlab beryapti texnikalarimiz. Bug'doy ekish selkasi deymizmi, OVXmi, kultivatormi, Entis 80 belaruslardan, Lowell texnikalardan olganmiz. Mana hozir qator orasiga 76 ga ishlaydigan texnikani oldik. SN Invest bilan hamkorlikda ishlanglar. Dehqonchilaringga baraka bo'ladi. Texnikalaring xudo xolasa servis xizmatlari ham o'zlarida mavjud. Muammo yo'q. Xullas, ishlasangiz zarar qilmaysiz. Aka, qulluq bo'lsin traktorlar. Yaxshi kunlarga ishlating aka. Sog' bo'linglar.